Bolaligimizda bizni yig'latgan, kuldirgan, qaysidir ma'noda o'ylashga majbur qilgan multfilmlar bor edi. Kelinglar, shularni eslaymiz. Unutilgan multfilmlar 6-qism. Bugungi reytingimizni Mustang multfilmi ochib beradi. Erkinlikni sevuvchi yovvoyi ot esladimi? Ushbu multfilm premyerasiga ham narx 23 oshdi. To'g'ri, lekin qalbi toza qahramon. Bugungi reytingimizda 4-o'rinni Robin Hood multfilmi egallaydi. Ushbu personaj haqida ko'plab film va multfilmlar eslangan. Sizga aynan qaysi biri yoqadi? Kommentariyada qoldiring. Sarguzashtlarni sevadigan Lolo va Pepe esladimi? Bugungi reytingimizda 3-o'rinda aynan mana shu multfilm egallaydi. Yoshligimizda eng yaxshi va qiziqarli multfilmlardan biri. Lassie va Daydet bugungi reytingimizda 2-o'rinda aynan mana shu multfilm egallaydi. Ushbu multfilmdagi bir epizod tufayli uni ko'pchilik oldida ko'rishga uyalardim. Menimcha esaringiz. Sovriqlilar, osmondan turli xil yeguliklar, burgerlar yoqsa, bugungi reytingimizda 1-o'rinni Pishloq yomg'iri multfilmi egallaydi. To'g'risini aytinglar, sizlarning ham shahringlarda mana shu hodisa bo'lishini o'ylagansizlar? Shu vaqtgacha ko'plab unutilgan multfilmlarni esladik. Menimcha keyingi qism ham bo'lishi mumkin. Agar sizlar kommentariyada o'sha unutilgan multfilmlar nomini yozib qoldirsanglar, hayotgancha shunaqangi qiziqarli kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.